Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun 2025-yil 5-aprel Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidamiz. Kavrak Qizilbayroq mahallasi, Kavrak plantatsiyada o'z dorimizni sinovdan o'tkazish uchun keldik. Bu 3 xil dorimizni sinovdan o'tkazamiz. 2 quvvat 1, 2 quvvat 2 tupromal ham dorilarimizni 3 bo'lgan joyda ip tortib belgi qilib oldik. Buning ichiga dorimizni sinaymiz. Dorimiz berilish muddati 2 oy. 2 oydan keyin atrofdagi kavraklardan farqi buni hozir hammasini ildizi jimjiroqda. Hozir buni ko'lab bittasini ko'rsatib beramiz sizlarga. Shu kavrak 2 oydan keyin jimjiroqdagi kavrakimiz qalinligi xudo xolasa tesha dasta, ketmon dastadek bo'lishini mo'ljal qilib turibmiz. Sizlarga shu dori quyish jarayoni har 5 kunda 2 oy davomida dori quyamiz. Dorimiz quyilish jarayonlari shularni ko'rsatib boramiz. 2 oydan keyin yana ko'chatimizni ko'lab sizlarga rezultatini qanday bo'lganini ko'rsatamiz. Hurmatli tomoshabinlar, Dehqonobod tumanida kavrak mutaxassisi Furqat akam bilan dori berish jarayonini birga kuzatib boradilar. Dori berish jarayonimiz 2 oyda 10 marta, 12 marta davom etadi. Berish jarayonimiz. Hozir kavrak ko'lab qalinligini ko'ramiz. Qalinligini. Tanani, kumdani yaqinroqdan olib bersang, qalinligini. Sani ochib ko'rib. O'zimdan dordayamiz. Chiqdi mana. Mana u. Oching oling. Och. Kavragimiz qalinligi. Mana tanasi. Barmoqcha ekan. Barmoqda. Qorishma qilib bitta ichkidan ilosi bo'ladi. Hozir quyilish jarayonini ko'rsatamiz. Quyilish jarayoni kavrak ustiga qilib 3 kvadrat 3 joyimizga 9 kvadrat joyimizga 30 litr dori quyiladi. Sektaladi. Hamma. Uchtalikka dori quyiladi. Har 5 kunda bu dori quyish takrorlanib joyda 10-12 marta quyamiz. Bu hodisa o'rganish jarayonida bo'lganimizdan keyin ko'rsatamiz. Hozir 2 quvvat 1, 2 quvvat 2 dorilarimiz berib bo'ldik. Hozir endi tupromal hamini berish boshlaymiz. 3 talikka bunga ham shu 3 joyimizga bo'tgan 3 talikka tupromal ham beriladi. Borib yopishadi. Dahshat 5 ta. 4 million, 20 million. Ayrim hozir Hozir biz sepma qilib ekilgani uchun har bittasi ustiga adden quyib chiqamiz. O'zi bir qator qilib ko'chat qilib ekilsa, qadriyat bundoq bir chekkadan quyib ketilsa ham bo'ladi. Kapil o'qib turib berilsa undan ham zo'r bo'ladi. Hozir orasida joy bo'lgan uchun ustiga o'ziga quyib chiqamiz. 200 million pul ishlataman deydi. O'zi hamma narsa o'zi bugun Dehqonobodda yaxshigina yomg'ir bo'tgan ekan. Quygan dorimiz ustiga yomg'ir yog'ib, undan ham zo'r rezultatlar beradi xudo xolasa. Yomg'irdan azgina kapshonkalarni kiyib olib olamiz. Oxirgi lekamiz. Yana 5 kundan keyin bu eksperimental plantatsiyaga kelib, yana boshqa tafsilotlarni ko'rsatamiz. Bugungi beriladigan dorilarimiz tugadi. 2 quvvat
2 quvvat 2 tuproq marhamini berib bo'ldik. Yana 5 kundan keyin xudo xolisa bu yerga qaytib yana quyamiz. 2 oy davomida 10 marta, 12 marta ko'chat holatiga qarab quyiladi. 15 kunda rezultat sezilishi boshlaydi. 15 kunda sezilgan rezultatni yana sizlarga video qilib, iloji bo'lsa ko'lab olib ko'rsatib beramiz.